Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Sanjar. Hozirda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 3-kurs talabasiman. Moliya sohasiga bo'lgan qiziqishlarim tufayli esse o'qishni niyat qildim va o'zimga yaqin bo'lgan kursdoshlarim FBA Academy ni tavsiya qilishdi. Noyabr oyida FBA Academy ga bordim. U yerda F3 fanini birinchi bo'lib boshladim. Muhammad Umar Fozilov ustozimiz darslarida qatnashdim va ularni katta yordamlari tufayli F3 fanidan 78 ballni qo'lga kiritdim. Undan so'ng yana esse o'qishni niyat qildim va F7 fanini boshladim. Yaqinda bo'lgan F7 fanidan bo'lgan imtihonlarda qatnashib 80 ballni qo'lga kiritdim. Bunda asosan Johir aka Mo'minov yordam berdilar. Menga eng yoqqan tarafi darslarning ikki xil formatda bo'lishligi, ham onlayn ham offlayn. Darslarning boshida offlayn qatnashib yurdim. Oxiriga kelganda vaqt kamligi tufayli onlayn qatnashishga majbur bo'ldim. Lekin shunda ham Johir aka har doim yordam qo'lini cho'zdilar va imtihondan muvaffaqiyatli o'tib 80 ballni qo'lga kiritdim. Agar sizda ham esse o'qish niyati bo'lsa, FBA Academy ni tavsiya qilaman va menga yordam bergan ustozlarimga kattakon rahmat aytaman. FBA Academy. Study ACCA with professionals.